O'tgan safargi videoda mana bu maskani ishlatib ko'rsatgan edim. Ya'ni bu sutli kollagen, echki suti ekstrakti aralashgan kollagen hisoblanadi. Kollagen maska. Buni yana bitta sherigi bor. Bu gialuronoviy. Ikkalasi ham yuzni juda ham chuqur namlaydi, kollagen bilan ta'minlaydi va yuzni juda ham chiroyli qilib yaltiratib beradi. Kun davomida yuzda yaltirash va to'yinganlik hissini his qilib yurasiz. Bu yangi brend, Diapia brendi hisoblanadi. Bu Diapiani ko'plab mahsuloti bor. Hozir faqat maskasi emas, hamma mahsulotini tanishtirib o'tmoqchiman. Ya'ni bu brendda mana bunaqa penkasi bor. Penkasi juda kichkina. Birinchi men ham hayron qoldim, nega bunchalik kichkina. Уже penka deb ishlatsa darrov tugab qoladi yoki nimadir bo'ladi deyishim mumkin, lekin bu juda ham kuchli penka ekan. Ya'ni juda ham chuqur tozalaydigan, yuzni toshmalar toshadigan, chuvstvitsiyani yuzdan tinchlantirib beradigan penka ekan. Ozrog'ini o'zi juda ham zo'r ko'piradi. Bittada ishlatganni o'zida men уже 5 kundan beri ishlatyapman. Bir martani o'zida burun atrofidagi qora tochkalarni ochartirib yo'q qilib berdi. Уже ikkinchisida umuman qora tochkalaringizni his qilmaysiz. Bu bilan juda ham chuqur tozalab berar ekan. Bu toner yashil idishdagidan bilsa bo'ladi, yuzni ya'ni tinchlantiruvchi. Tarkibida buni moychechak ekstrakti va yana bir qancha tinchlantiruvchi o'simliklar bor. Buni tarkibi na suyuq, na quyuq teksturaga ega. Yuzga juda ham zo'r singib ketadi. Keyin hamma yuz tipiga to'g'ri keladi. Ko'proq yuzida toshmasi bor, ya'ni ko'proq sezgir yuzlar uchun juda ham ideal bo'ladi. Buni ishlatganda nimani sezdim? Yuzim yog'li bo'lgani uchun yog' balansini cho'tka nazorat qilar ekan. Quruq yuzli odam ham ishlatib ko'rdi. Buni yuzdagi yuzni yaxshi namlab beradi, lekin yog'latib yormaydi. Ya'ni yog' balansi yoki quruqlikni nazorat qiladigan juda ham ajoyib toner ekan. Men juda ham yaxshi ko'rdim buni. Diapiani kremi. Bu kremni nimani sezdim bu kremni ishlatayotganda? Diapia mahsulotlarini hammasi yuzni chuqur namlashga, tinchlantirishga va yuzni yaltiratishga xizmat qilar ekan. Mana bunaqa ko'rinishda. Men buni ishlatib ko'rdim. Уже ishlatganingizda his qilasiz, bu yuzni juda ham zo'r to'yintirib, namlab, yaltiratib beradigan. Ya'ni qimmat yaltiratib beradigan kremlarni o'rnida bemalol bosa oladi. Yuzni juda ham zo'r namlab, va yaltirashni ko'rsam, xuddi mana shu yaltirash kun bo'yi yuzda turib beradi. Juda ham zo'r yaltiratadi. Juda chuqur namlab beradigan kremlardan bittasi ekan. Keyingi mahsulot bu SPF kremi. SPF kremini juda ham yoqqan tarafi, juda ham yengil tekstura, yuzga juda ham zo'r singib ketadi va o'zidan hech qanaqa rang qoldirmaydi. Ya'ni makiyajni yoki yuz tonini rangini buzmaydi. Bug'doy rangi va oq odamlar, oq yuzli, ya'ni oq sariqdan kelgan odamlar bemalol foydalansa bo'ladi buni. Singib ketishi juda ham tez va yuzda hech qanaqa oq rang qoldirmaydi. Va bu mahsulotlarning hammasi yuzni juda ham zo'r namlab beradi. Quruqlikni umuman unutish kerak buni ishlatgandan keyin va yuzni mana shunaqa har doim sochniy va yaltiroq holatda ushlab beradi. Kimni yuzi juda ham quruq va yaltirashni xohlasa va har doim yuzida qanaqadir muammolar bilan, toshma, qizarishlar bilan muammosi bo'lsa va birorta yaxshi brend topishim kerak va o'sha brendda hamma narsasini ishlataman desa, mana shu brendni tavsiya qilaman. O'zim 5 kun, 1 hafta davomida ishlatib, natijasini ko'rib, shu bilan sizlarga tavsiya qilyapman. Juda ham zo'r. SPF ham zo'r, toner ham, kremi juda ideal darajada yuzni juda ham zo'r to'yintirib beradi. Quruq yuzlar uchun juda ideal.